faqatgina vaksina bilan amalga oshirish mumkin. Ozod aka, xalq orasida shunday gaplar bor. Menga vaksina umuman kerak emas, immunitetimni o'zi kuchli, men uni tabiiy yo'llar bilan oshirib olaman degan har xil gaplar bor. Mutaxassis sifatida bunga fikringiz qanday? Immun sistemamiz ikki turli sohada faoliyat ko'rsatadi, ya'ni maxsus va nomaxsus immun javob shakllanadi. Biza tabiiy yo'llar bilan, ya'ni doimiy jismoniy mashqlar, to'g'ri ovqatlanish va stress omillariga berilmasligi orqali nomaxsus immun sistemamizni yuqori darajada ushlab turishimiz mumkin, ya'ni ko'tarib olishimiz mumkin, lekin maxsus immun javob shakllanmaydi. Maxsus immun javob yuqumli kasalliklarga nisbatan, aynan bakteriya, virusli infeksiyalarga nisbatan shakllanishi faqatgina ular bilan kontakt bo'lgandagina shakllanadi. Buni faqatgina vaksina bilan amalga oshirish mumkin. Vaksinatsiyada, demak, kuchsizlantirilgan yoki o'ldirilgan mikroorganizmlar tanaga oz miqdorda kiritiladi va ularga nisbatan maxsus immun javob shakllantiriladi. Shifokor nazoratda bo'lish va emlash kalendariga doimiy rioya qilish bizni turli yuqumli kasalliklardan saqlaydi. Bizni tarmoqlarda kuzatib boring.